Voy, yaxshimisiz? Yaxshimi? Voy, sovchilik keldimi? O, nima qilib sovchi kelsan? Tushunmadim, sen hozir xursand bo'lyapsanmi? Kuyov bolam kelganmi? Anani, qizingizni bitta ko'rsak bo'ladimi? Voy, o'rgilik bemalol. Qizim choy olibga. Hozir oyijon. Stop. Shumi bo'lajak kuyov bola? Basharani qarab turishak. Turshi emas aka, g'irtlatda-yu. Vav, normalniku. Sotak. Yo'l bo'lsin. A, mehmonlarga choy olib bormanman. O, hozir chiroyli kiyimlarda o'zingga qarab borsang, o'lib turgan ekan deb o'ylashadi. Ha, nima qilay unda? Qiz o'lib bo'lib qolmadimi? Voy, qizingiz qolib ketdilarmi? O'zi, hozir. Qizim. O, men bu ko'ylak boshqacha chiqibdi. Makiyaj ham вообще udar. Blin, ujis. Jinnimisizlar, bu nima qilganinglar? Sovchilarning oldiga shunaqa boramanmi? Yo, bunaqa bormaysan. Mana shu atir hidini ham yo'qotishimiz kerak. Uf, aka, shu paytda molxonada nima bor? Yo, yana ozgina ishla. Ming marta tushuntirdik. Atirlarni sepib likchillab borsang, ersirab qopti deb o'ylaydi. Ma, endi bemalol borsang bo'ladi. Ko'rdingmi, bu tabiiyda. Fu, naro turing. Voy, qizingizni rosa maqtash. Voy, meni qizim shunaqa olifda. Ko'rinib turibdi. Voy, shunaqa o'ziga qaraydi. Voy, atirlarni aytmaysizmi? Voy opa, tappan hidi kelyaptimi? O'zi qizingizni. Voy, yaxshimisiz? Yaxshimi? Voy, sovchilik keldimi? O, nima qilib sovchi kelsan? Tushunmadim, sen hozir xursand bo'lyapsanmi? Kuyov bolam kelganmi? Anani, qizingizni bitta ko'rsak bo'ladimi? Voy, o'rgilik bemalol. Qizim choy olibga. Hozir oyijon. Stop. Shumi bo'lajak kuyov bola? Basharani qarab turishak. Turshi emas aka, g'irtlatda-yu. Vav, normalniku. Sotak.